Biz yashaydigan ko'p qavatli uyning yerto'la qismini tadbirkor kinoteatr qilmoqchi. Yerto'lani ushbu yo'nalishga ijaraga bersak bo'ladimi? Mazkur savolning javobi sizga ham qiziqmi? Unda videoni oxirigacha ko'ring. Biz qonunchilikda belgilangan talablar haqida ma'lumot beramiz. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining tegishli qaroriga muvofiq ko'p kvartirali uyning yerto'lasida quyidagi faoliyat turlari bilan shug'ullanishga yo'l qo'yilmaydi. Uyni qurishda o'tiriladigan joylar soni loyiha hujjatlarida nazarda tutilmagan, shuningdek, soat 23:00 dan keyin ham ishlaydigan umumiy ovqatlanish korxonalari, restoranlar, kafelar, barlar, kimyoviy tovarlar, sabzavot va baliq mahsulotlarini, shuningdek, gaz ballon, kimyo vositalari, yengil alangalanuvchi va yonuvchi suyuqliklar hamda portlab yonish jihatidan xavfli bo'lgan boshqa moddalar va materiallar bor bo'lgan mahsulotlarni sotuvchi do'konlar, o'z ishlab chiqarishda tez yonuvchi moddalarni qo'llovchi kimyoviy tozalash xonalari, 10 tadan ortiq ish o'rniga ega bo'lgan poyabzal tikish va ta'mirlash ustaxonalari, hammomlar va saunalar, aloqa tarmoq stansiyalari, shaharlararo aloqaning kecha-yu kunduz foydalaniladigan so'zlashuv punktlari va telegraf, jamoat hojatxonalari, marosimlar bilan bog'liq xizmatlar ko'rsatish muassasalari, sanoat korxonalari faoliyatining barcha turlari, uy hayvonlari va parrandalar boqishga yoki ko'paytirishga mo'ljallangan joylar, jismoniy va yuridik shaxslarning transport vositalari uchun garajlar, maxsus loyiha asosida qurilgan garajlar bundan mustasno, yashash joylari, kinoteatr, yotoqxona va mehmonxonalar tashkil etish shular jumlasidandir. Demak, ko'p qavatli uyning yerto'la qismini kinoteatr tashkil etish uchun ijaraga berish qat'iyan man etiladi.